Gretsiya haqida nimalarni bilardingiz? Keling, sizga qadimgi Gretsiya haqida qiziqarli faktlarni aytib o'taman. Gretsiya poytaxti Afina, rasmiy tili yunon tili, pul birligi yevro. Dunyoning eng qadimgi teatri Gretsiyada joylashgan. Afina shahridagi Dionys teatri miloddan avvalgi 6-asrda qurilgan va hozirgacha teatr san'atining yuragi hisoblanadi. Osmonga yetgan afsonalari bilan mashhur Gretsiya 400 yil davomida turk hukmronligi ostida bo'lib, yunon tilida rasmiy yozuv bo'lmagan. Mustaqillikdan keyin greklar yana o'z tili va madaniyatini tiklashgan. Ko'pchilik Zeus, Afrodita yoki Poseydonni faqat ertak deb biladi, lekin hozir ham ba'zi yunonlar qadimgi xudolarga sig'inib maxsus ibodat marosimlarini o'tkazishadi. Gretsiyadagi deyarli barcha deraza, eshik va ko'cha bezaklari ko'k rangga bo'yalgan. Ular ko'k rang yovuz ruhlarni haydaydi deb hisoblashadi. Yunonlar yomon qushlarni himoya qiluvchi ko'k ko'z taqinchoqlarini ham taqib yurishadi. Qadimgi Yunoniston demokratiyani ixtiro qilgan. Dunyoning birinchi demokratiyasi Atenada yaratilgan va faqat erkak fuqarolar ovoz bera olgan. Gretsiya haqida yana qanday g'alati va qiziq faktlarni bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring.